Necha baholarga o'qiyapsiz? 5 ta. Nega to'g'ri aytyapsiz? Uyalmaysizmi to'g'ri aytishga? Odam erkakchasiga gapirish kerak, mushuk bola. Necha yoshsiz? 14. Bo'sh vaqtingizda nima qilasiz? Kitob o'qiyman. Nima kitob o'qidingiz oxirgi marta? Odam bo'lish qiyinmi? Fikr xulosalarni aytib bering. Endi boshladi. Undan oldin nima o'qidingiz? Sardevni minimda o'qiganman. Aytib bering, qani nima xulosalar oldingiz shu kitobdan? Bilim olish kerak ekanda. Hoshimjon nima qildiki, siz kitob o'qish kerakligini tushundingiz yoki ilm olish kerakligini tushundingiz? Hoshimjon boshida sexiy qalpoqchani topadi-da. Keyin sexiy qalpoqchan bilan jurnallarda 5 baholab qo'yib chiqadi. Keyin bir kuni ustoza bo'lib Hoshimjon bilan o'rtog'ini chaqiradi. Ustoza Hoshimjon tarafini olgan paytda Hoshimjon tan oldi, men agronom bo'laman, biznesmen bo'laman, yig'lab chiqib ketdi-da. Keyin uydan ketib agronom bo'la olmadi. Keyin qalpoqchani so'radi, "Men bo'lolmadim." Keyin Hoshimjon, "Men yetarlicha yordam berdim, o'zing bilim bilan erishgan" dedi. Shuni xulosa qildingizki, odam o'zi o'qib erishishi kerak. Hech qanaqa sehrli qalpoqcha yordam bera olmas. Necha baholarga o'qiyapsiz? 5 ta. Nega to'g'ri aytyapsiz? Uyalmaysizmi to'g'ri aytishga? Odam erkakchasiga gapirish kerak, mushuk bola. Yo'q, qaysi fanlardan to'g'ri olasiz? Matematika, qolgan fanlarda ham. Qiynalasizmi to'g'ri matematikada? Ustozdan so'rab turaman deb. Qo'shimcha shug'ullanasizmi? Uyda, boshqa joyda? Uyda dars qilaman. Kim bo'laman deb maqsad qo'ydingiz? Germaniyaga borib aytishlik bo'lmoqchiman. Ailasi olib Germaniyaga ketib universitetda o'qimoqchiman. Zo'r. Birortanglar hozir xalqaro shu universitetga kiraman yoki chet elga borib o'qiyman maqsad qo'ymagansiz, lekin bu bola maqsad qo'ygan. Maqsadingizga erishing. Rahmat.